Assalomu alaykum. Seberin Wellness vitaminlar kompaniyasining mijozlari. Biz bugun mana shu zubniy pastani raspakovka qilamiz. Qani, qanaqa ekan? Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bunday. Hidi, tabiiy o'tlarning, giyohlarning hidi kelib turibdi va priyatniy. Og'iz bo'shlig'i uchun a'lo darajadagi parvarish bu. Har kunlik tabiiy parvarish. Tarkibida oq qarag'ayning hujayrali sharbati va shuningdek 12 ta botanik ekstraktlardan tashkil topgan. Pasta birinchi kundan qo'llanishdan og'iz bo'shlig'ini, immunitetni faollashtiradi, tishlarni va milklarni zararli bakteriyalardan tabiiy himoyasini oshiradi, milkni yallig'lanishini, qonashini kamaytiradi va davolashda qon aynalishini yaxshilaydi. Buni kuniga 2 mahal tishlarni va ularga yaqin joylashgan milklarning yuzalarini tozalaymiz va bolalarga esa no'xatdek kattalik miqdorda yuvishni tavsiya etamiz. Hammaga rahmat.